buzilishdan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Rossiya muzokaralarda Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari hududini talab qilmoqda. Saudiya Arabistonida AQSh bilan o'tkazilayotgan muzokaralarda Rossiya delegatsiyasi Ukrainaning 4 viloyati Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson hududlarining barchasini o'z nazoratiga olishga intilmoqda. Bu haqda manbalarga tayanib The Moscow Times xabar berdi. Garchi bu hududlarning birortasi ham Rossiya armiyasi tomonidan to'liq nazorat qilinmayotgan bo'lsa-da, Kreml ularni ma'muriy chegaralari bo'yicha Rossiya konstitutsiyasida mustahkamlangan anneksiyaga muvofiq qo'lga kiritishni rejalashtirmoqda. Kremlga yaqin amaldor prezident Vladimir Putin siyosiy jihatdan bu hududlarni yo'qotishga yo'l qo'ya olmasligini aytdi. U Rossiya har qanday yo'l bilan ular ustidan nazoratni o'rnatishga intilayotganini ta'kidladi. Konstitutsiyada hududlarning Rossiya tarkibidan chiqish mexanizmi yo'q. Bizga Zaporojye va Xerson viloyatining butun hududi kerak, dedi u. Rossiyalik boshqa bir amaldor esa AQSh Ukrainaga Rossiya tomonidan bosib olingan hududlardan qo'shinlarni butunlay olib chiqish talabini qo'yib bosim o'tkazishiga umid qilmoqda. Yoki Trump qo'shinlarni olib chiqish uchun ta'sir o'tkazadi, yoki bizga uzoq muddatli muzokaralarga kirishing, parallel ravishda harbiy kuchdan foydalanib nazoratni o'rnating deydi. Bu biz uchun eng yomon variant, chunki daryolarni o'zgartirish doimiy og'riqli jarayon, deb tushuntirdi amaldor. Muqobil variant sifatida Rossiya Ukrainaning boshqa viloyatining bir qismini, masalan Dnepropetrovsk yoki Sumy viloyatini egallab olishga harakat qilishi, keyin esa Xerson va Zaporojyega almashishni taklif qilishi mumkin. Biz Dneprni kechib o'tish va Xersonga hujum qilish kerak bo'lmaydigan variantni topishga umid qilamiz. Bungacha yetib bormasligimiz kerak. Bu biz uchun minglab yo'qotishlarni anglatadi, deydi yana bir suhbatdosh. Fevral oyi holatiga ko'ra Rossiya armiyasi Lugansk viloyatining 98,6%ni, Donetsk viloyatining 62,6%ni, Zaporojye viloyatining 71,9%ni va Xerson viloyatining 69,3%ni nazorat ostida ushlab turibdi. Bundan tashqari so'nggi 2 viloyatda harbiylar markazlarni nazorat qilmayapti. Bu hududlarni harbiy yo'l bilan egallashga Rossiya tezda qodir emas. Rossiyaliklar uchun hatto bir nechta qishloqni bosib olishning o'zi katta yutuq. Dneprni kechib o'tib Xersonni olish yoki hatto ikki qirg'oqda joylashgan Zaporojye shahrini egallash uchun favqulodda hodisa yuz berishi kerak. Bu o'ta qiyin vazifa. Yoki Rossiya armiyasi keskin kuchaytirilishi kerak. Bu to'satdan yoki yo'q joydan sodir bo'lmaydi. Yoki Ukraina mudofaasi butunlay qulashi lozim, deydi isroillik harbiy ekspert David Sharp. Moskvadagilar Donald Trampning ma'muriyati uchun Rossiyaga qaysi hududlar o'tishi ahamiyatli emasligiga umid qilmoqda. Menimcha Tramp zamonaviy yaxshi qurollangan g'arbparast Ukrainani ko'rishni xohlaydi. U Ukrainani to'liq bermoqchi emas, ammo chegaraning qayerdan o'tkazilishi uning uchun muhim emas, deydi rossiyalik diplomatlardan biri. Og'ir jinoyat sodir etganlikda gumonlanayotgan sirdaryolik erkak qidirilmoqda. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrida yashovchi og'ir jinoyat sodir etganlikda gumonlanayotgan 50 yoshli erkak qidirilmoqda. Bu haqda Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, viloyatning Yangiyer shahar Obod yurt mahallasi Samarqand ko'chasi 8-uyda yashovchi 1975-yilda tug'ilgan Yo'ldoshali Xolturayev og'ir turdagi jinoyat sodir etganlikda gumonlanib qidirilmoqda. Alohida belgilari bo'yi 170-175 cm atrofida, bug'doyrang ozg'in, egnida sariq ko'k chiziqli ko'ylak, qora rangli shim bo'lgan. So'nggi bor uni Jizzax viloyatining qator hududlarida ko'rishgan. Qayd etilishicha, uning topilishida ko'maklashgan fuqarolar 30 million so'm bilan mukofotlanadi. Xabar bergan fuqarolarning shaxsiga oid ma'lumotlari siri saqlanishi kafolatlanadi. Ukraina Rossiyaning Belgorod oblastida oldinga siljimoqda. Ukraina nashri bo'lmish dialogning yozishicha, ayni paytda Popovka qishlog'ida ham shiddatli janglar ketmoqda. Ukraina harbiylari allaqachon qishloq ichida ekani aytilmoqda. Rossiyaning harbiy blogeri Roman Flight Demidovkadagi Rossiya droni orqali olingan suratni e'lon qildi va u yerda Ukraina qo'shinlarining harakatlanayotgani aniq ko'rinib turibdi.
Shuningdek, Ribar nomli harbiy Telegram kanal ham Ukraina bo'linmalari hududdagi hujumlarni davom ettirayotganini yozdi. Popovkadagi janglar haqida boshqa Z kanallar ham xabar tarqatdi. Germaniyaning Bild nashri yozishicha, Ukraina armiyasi Belgorod oblastidagi yana 3 ta qishloq tomon ham ilgarilayotgani va chegaradan 500 metrdan 2 kilometrgacha kirib borgani kuzatilmoqda. Ukrainaga yaqin manbalarning aytishicha, hujumning asosiy maqsadi Sumy oblastini himoya qilish uchun Rossiya hududida bufer hudud yaratish. Bild nashrining harbiy tahlilchisi Yulian Repkaga ko'ra, Ukraina bir necha oydan beri Kursk oblastida hujumni vaqtincha to'xtatib, elita bo'linmalarini boshqa yo'nalishlarga, Rossiya hududi ichiga yo'naltirgan. Bugungi kunda Ukraina qurolli kuchlari Kursk oblastida chegara bo'ylab 16 kilometrlik hududni nazorat qilmoqda va Rossiya ichkariga 3 kilometrgacha kirib borgan. Shu taktika endi Belgorod oblastida ham qo'llanilyapti. Bu operatsiyaning ahamiyati bir nechta jihatdan muhim. Strategik tashabbus Ukrainada ekanini ko'rsatmoqda. Janglarni Rossiya hududiga ko'chirish orqali Kiyev frontdagi va ichki siyosiy vaziyatni o'zgartirmoqda. Rossiya aholisi uchun urush endi televizorda emas, o'z ko'zi bilan guvoh bo'layotgan voqelik. Bufer hudud Ukraina chegarasini himoyalaydi. Ayniqsa Sumy oblasti kabi hududlar uchun bu muvaffaqiyat Ukraina armiyasiga himoyalanish o'rniga hujumda bo'lish imkonini yaratadi. Ukraina armiyasi endi faqat Donbassda emas, balki Rossiyaning o'z hududida ham kurashga tayyor ekanini ko'rsatmoqda. Erdo'g'an muxolifatni turk xalqining asabiga tegmaslikka chaqirdi. Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'an Istanbulda davom etayotgan namoyishlar zo'ravonlik to'lqiniga aylanganini ma'lum qilib, ushbu namoyishlar fonida muxolifatni turk xalqining asabiga tegmaslikka chaqirdi. U 24-mart kuni Anqarada o'tkazilgan hukumat yig'ilishidan so'ng xalqqa qilgan murojaatida shunday degan: "Men sizlarni bir necha bor fuqarolarimizning osoyishtaligini buzmaslikka chaqirganman. Agar jur'atingiz yetsa, korrupsiya, o'g'irlik, pora olish va qonunbuzarliklar uchun hisobot bering. Agar hozirgi tergovdagi ayblovlar va qamoqqa olinganlar uchun kafillik qila olsangiz, chiqib buni ochiq ayting. Agar bunday qilishni istamayotgan bo'lsangiz, xalqning asabiga tegmang." Shiorlari va dunyoqarashini o'zlashtirgan chekka so'l tashkilotlarini politsiyamizga qarshi qayramang degan Turkiya rahbari o'z murojaatida. Turkiya ommaviy norozilik namoyishlari 19-mart kuni Istanbul meri Akrom Imomoğlu terrorizm va korrupsiyada ayblanib qamoqqa olinganidan so'ng boshlandi. Turkiyaning muxolifatdagi Respublika Xalq partiyasi 22-mart kuni faqat Istanbulning o'zida 1 milliondan ortiq odam ko'chaga chiqqanini bildirdi. Yirik shaharlarda politsiya